Fatima roziyallohu anha balog'atga yetdi. Xaridorlar kimga berar ekan degan o'yda bo'ldi. Abu Bakr Siddiq Fatima onamizga sovchi qo'yganida Rasululloh chiroyli suratda uzrini aytdi. Orqasidan Umar ibn Xattob sovchi qo'ydi. Rasululloh u kishiga ham shunday javobni berdi. Endi hammaga qiziq bo'lib qoldi. Agar Umarga bermasa, agar Abu Bakrga bermasa, Fatimani kimga berar ekan? Bu narsaga qiziqqanlarning gumoni Aliga bersa kerak degan bo'ldi. So'ngra Alini qistashdi. Necha kirdi? Badr g'azotidan keyin uylandi deyiladi. Avvalam deyiladi, nima bo'lganda 24-25 ga kirgan yigit. Ali roziyallohu anhuga kelib, "Sen so'ramaysanmi Fatima Zahroni?" dedi. Ali roziyallohu anhu Abu Bakr Umardan keyin qanaqa bo'lar ekan dedi. Ularga bermagan menga berarmikin? Boyaga maslahat berayotganlar